Zerikib qolmadinglarmi? Hozir bundan oldingi Instagramga video qo'yganimizda 908 sotik deb ketgan ekanmiz. Sotigimiz 901 ekan. Tak, qani shu joyi? Mana 991.44. Tak, demak, manzilimiz Instagram kanalida ham ko'ring. Katta yo'lni ko'rsatdik. Mana bog'chani tomi ko'rinib turibdi. Bog'chaga 100 metr. Bog'chaga 100 metr. Xudo xolasa, darvozaxonasi. Hozir bu yoqni ham ko'rsatib ketay. Aka, uylarni ham shunda kirib chiqaveramiz. Mayli. Qarang, mana shu darvozaxonani qizil joyini ko'rsatib ketaman. Mana shu burchakdan u yog'i samazahvat. Mana shu burchakdan. Qolgan joyda samazahvat joyi yo'q. Buzilishga, snosga tushgan joylar emas. Suv ko'chadan eshigi tagida kran bor ekan, ichkariga olib kirilmagan. Hammom, tualeti bu. Mana bu 5-6 ta mol boqishga joy. Kaptarxona. Qiziqar ekan. Mana bu alohida bitta oshxona, bu yerda 2 ta xona bor. Bu yerda 6 ta xona, 2 ta oila yashasa bo'ladi. Nurafshon shahar, Toshkent viloyati Nurafshon shahar. Kadastr boshqarmasidan 480 metr. Kadastr boshqarmasidan 500 metr ichkariga kiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Katta mana prixoshka kutib oladi. Endi remontlarni qilib olaverasizlar. Detskiy xona bitta xonami? Yo'q, shart emas. Mana bitta xona, 3 ga 4 xona taxminan. Bitta xona, pastida podval, skvoznoy podval, qo'shniga ham oyna ochilgan. Shamollar yugurib turib, 3 ta xonasida anaqa bor ekan. Mana bu yerda oshxona qilib qo'ygan. Qaysi kladovka? To'g'ri, nari. Kladovkasi ham bor-a? Yaxshi oshxona, kladovka. Mana bu yerda katta xona, bu yerda zal. Tak, 7 metr bo'lsa kerak. 7 ga, yo'q, dar 8 ga 3,5 atrofida. Bitta spalniyasi bor ekan. Kirmaymiz endi spalniyalarga. Bu yerda mana sal remont qilib, mehmonlar kutib olib, zalga olib kirib, bu yerga ham mehmon kutib, ichkari xonada mehmon kutib, xudo xolasa chiroyli qilib remont qilsa, o'ziga qulay qilib. Endi puli bor odamlar bo'lsa, boshqatdan buzib qurib olsa ham qaraveradi. Molxonani ham bitta ko'rsatib ketamiz. Darvozaxonaga 2 ta mashina ketadi. Bu yerda 2 ta xona bor. 2 ta xonaga bitta oila joylashsa bo'ladi. Yoshroq oila tepada mana 3 ta xona, podval 3 ta podvali bor. Mana bitta xona, ikkinchi xona. Remont qilib sharoit qilsa bo'ladi. Aka, gaz svetlar o'chib qolib problem bo'lavermaydimi? Momo yo'qmi? Kaptarlar sotasizmi? Bularni ham aytib ketavering. Kaptarlar 2 jupini tashib ketaman. 2 jupini zo'radan tashib ketasa? Zo'radan. Zo'rlar bittasi mana eslab qoldim. Pulni ham tortishib savdolashaveradimi? Albatta. Ha? Xudo xolasa o'tib beradi chiroyli qilib. Mana uy egasi, mana qo'lida hujjatlari, mana hujjat topib qo'yavering. Xudo xolasa kelaverasizlar, gaplashaverasizlar. O'zi bilan talashib, men ekranga tashib ketaman nomerlari bilan.